Assalomu alaykum, Avlod Media YouTube kanali obunachilari. Bizda hafta dayjesti. 4000 nafarga yaqin bitiruvchilar shifokorlik qasamyodini qabul qildi. Toshkent davlat tibbiyot universitetining bakalavriat yo'nalishini joriy yil tamomlagan talabalarning shifokorlik qasamyodini qabul qilishga bag'ishlangan tadbir Xalqlar do'stligi san'at saroyida tashkil etildi. Bitiruvchi talabalar shifokorlik kasbiga sadoqat belgisi sifatida tantanali tarzda qasamyod qabul qilish jarayonida o'z hayotlarini xalq salomatligiga bag'ishlashga, tibbiyot fanini rivojlantirishga va jamiyat farovonligiga hissa qo'shishga tayyor ekanliklarini ifoda etdilar. Xalqaro Nordic universitetining magistrantlari va xodimlari bu yozni oddiy o'tkazmayapti. Ular Work and Travel dasturi doirasida Finlandiyaga yo'l olishdi. Tabiat bag'rida ular yangi tajribalar orttirishi, xalqaro muhitda ishlashi mumkin. Bu safar Dolzarb 90 kun loyihasining bir qismi sifatida amalga oshirilmoqda. Bu kabi sayohatlar Nordic universitetida tez-tez tashkil qilinib, talaba yoshlar orasida xorijiy davlatlarda yangi do'stlar orttirish, turli madaniyatlar bilan tanishish, xorijiy tillarda muloqot ko'nikmasini rivojlantirish, unutilmas sayohatlar tajribasini ulashish maqsadida tashkil etiladi. 2025-yilda kirish imtihonlarida testlar taqsimoti e'lon qilindi. Abituriyentlarga 50-70% o'rta darajadagi savollar berilishi kutilmoqda. 15-25% da oson va qiyin darajadagi testlardan iborat bo'ladi. Umumiy 90 savoldan iborat imtihonlarda eng yuqori ball 189 ballni tashkil etadi. Talabalikka esa eng kam 56,7 ballni to'plagan abituriyent tavsiya etiladi. Yoshlar ishlari agentligi direktori senator Alisher Zafarovich Sadullayev talaba bo'ldi. U ilm, fan, texnologiya, biznes va siyosat sohalarida yetakchi mutaxassislar yetishib chiqqan AQShdagi Stenford universitetiga o'qishga kirgan. Bu haqida u ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozgan. Rossiya Federatsiyasining Yekaterinburg shahrida aspirantura bosqichi talabasi qotillikda ayblanib 8 yilga qattiq tartibli koloniyada jazo o'tashga hukm qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, mushtlashuv 2023-yil avgust oyida sodir bo'lgan, ammo qotillik bo'yicha ish haqida ma'lumotlar endi ochiqlanmoqda. Hodisa vaqtida politsiya janjalni 5 daqiqa davomida chetda aralashmasdan va irqchilikka asoslangan izohlarsiz kuzatgan. Keyinroq politsiya guvohlar ustidan shikoyat qilmaslik uchun janjal joyiga yaqinlashishga majbur bo'lgan. Biroq o'sha paytda kuchli mushtlashuv qurbonining joni uzilgan bo'lgan. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri navoiylik 2 oyoq va 2 qo'lda rasm chizish orqali barchaga tanilgan Shohrux Suyunovning orzusini amalga oshirdi. Ijodkor Qo'ng'irotboy Sharipovning tashabbusi bilan Manchester shahrida bo'lib, Etihad stadioni oldida hamyurtimiz Abduqodir Husanovning portretini chizdi. Bundan tashqari manzilda ijodkor nafaqat qo'l va oyoqlari, balki Abduqodir Husanovning chet ellik muxlislarining barmoq izlari bilan ham futbolchining portretini yaratgan. O'zbekistonning 12 ta oliy ta'lim muassasasi The Impact Ranking 2025 reytingida top 1000 talik ro'yxatiga kirdi. The Higher Education agentligi ushbu reytingni tuzishda universitetlarning Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan belgilangan 17 ta barqaror rivojlanish maqsadlariga qo'shgan hissasini baholagan. Tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekistonning 59 ta oliy ta'lim muassasasi ushbu ro'yxatda bo'lib, top 1000 taga shulardan 12 ta universitet kirgan. Rossiyaning kamida 11 mintaqasi kelasi yildan boshlab talaba qizlarga tug'ish evaziga 100 ming rubl, ya'ni $1000 dan kamroq bo'lgan yordam puli to'laydi. Bola tug'ilishni rag'batlantirish 2025-yil 1-yanvaridan kuchga kirib, bu orqali prezident Vladimir Putin chuqurlashib borayotgan demografik inqirozni bartaraf etishga intilmoqda. Tug'ilganlik uchun bonuslar 1-marta iyul oyida Rossiya shimolidagi Kareliya Respublikasi tomonidan e'lon qilingan. Muvofiqlik mezonlari mintaqalarga qarab farq qiladi, ammo ularning barchasi bo'lajak onalarning kunduzgi ta'lim bo'yicha talaba bo'lishini va bola tug'ilganda onaning yoshi 18 yoshdan 23 yoshgacha yoki 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lishini talab qiladi. Moskva davlat universiteti professori Vladimir Yakuninga Toshkent davlat transport universitetining faxriy professori unvoni topshirildi. Manzilda oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining birinchi o'rinbosari Shohrux Daliyev, Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti davlat siyosati kafedrasi mudiri professor Vladimir Yakunin hamda muassasa rahbariyati ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Qabul tugashiga 5 kun qoldi. Bugun 20-iyun 10:00 holatiga ko'ra oliy ta'lim
ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun 385.909 nafar abituriyent ro'yxatdan o'tgan. Abituriyentlarning ta'lim tili bo'yicha taqsimoti: o'zbek tili 338.869 nafar, rus tili 38.844 nafar, qoraqalpoq tili 7.066 nafar, boshqa tillar 1.130 nafar. Abituriyentlarning gender tartibi bo'yicha taqsimoti esa o'g'il bolalar 174.532 nafar, qiz bolalar 211.377 nafarni tashkil qiladi. Shu kabi ta'limga doir hafta yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun Avlod Media YouTube kanaliga obuna bo'ling.